Uzdul PHP dərsligi 42-ci qism Ajax'dagi XML'dan əmli misal. Bu qism dərsimizdə Ajax'dan XML ücretidən uçur oquşunu misal qilib so'zlaymiz. Bu misalda oddiy bo'lgan HTML sonliq uçur jadvali. Masalan, bu jadvalda mana form orqali oddiy bo'lgan bizga mana bir qancha tanlash tartilim tizimlik bo'lgan bu yerda 3 dona tanlash turi berilgan. Bu 3 tanlash turi berilgan vaqtdagi shuning masaldagi XML uçurlarını ko'rsatib berish. Bu yerda biz mana selected JS orqali bu yerdagi Ajax'ningki munosabatlik obyektlarni qo'zg'atdik. Andan keyin buni qo'zg'atish bilan birga ama CD katalog XML ning ichida shu har bir mana bu cho'lpon naqsh cho'lponninki munosabatlik uçurlari bor. Andan keyin mana git PHP orqali mana bu git qismidan erishgan uçur bilan mana bu XML hujjatidagi munosabatlik uçurlarni o'zaro selishtirish orqali shuningga munosabatlik uçurlarni ko'rsatib berish degan mana buyruqni bergan bo'lsa, biz bu amaliy misol qaraydigan bo'lsak, masalan bu yerda Bobtoydan tanlagan vaqtimizda bu artistningki mana bu CD Plastingsning nomi, yurti, bu turishliq shirkat, anaki bu CD Plastingsningki bazasi bilan bozorga solingan vaqti qatorliq uçurlarni har bir a'zoninkini o'xshamagan holatda bizga ko'rsatib berdi.